Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Bugun chiburukni hammalaring bilsanglar kerak a. Men lekin ko'kdan bo'lgan chiburukni birinchi marta ko'ryapman. Ochig'i buni yeganlar ham bor, yemaganlar ham bor. Shular qatorida men ham yemaganman. Mana hozir birinchi marta yeb ko'ryapman. Qanaqa bo'lishini mazasini hozir aytib beraman. Hozirda ko'ramiz. Voy. Wow. Boshqacha bo'larkan-da. Ko'rinishi gap yo'q. Ko'rinishi. Mana shu dahshat. Endi bu ikra bilan yeb ko'rsam, ikra bilan qanaqa ketadi bu ikra bilan? Qani? Achchiq ikra bilan qanaqa ketadi deb ko'raychi. Han chakki bu. Chakki bilan qanaqa ketar ekan? Dahshat. Gap bu uchun bilmem. Mazasiga gap yo'q do'stlar. Albatta qilib ko'rish kerak buni uyda lekin. Pomidorni sok. Ketadi lekin. Dahshat. Ularga bundan keyin muzdeygina kompot bor-ku. Yomon ketadi. Do'stlar, albatta yeb ko'ringlar. Mazasi gap yo'q. Bomba.